shayton va shaytonning qilgan hiylasi. Iltimos bu videoni ko'rishingizdan oldin bitta narsani so'rardim. Buni shunchaki hikoya deb eshiting. Bir shayton bir kuni bir mahalladan o'tayotgan payti bir hovlini ko'rib qoldi. Va o'ziga o'zi aytibdi: "Men agar mana shu yerda bir hodisa qilmasam, bu yerdan ketmayman" deb. Va bir hovliga kirib qarasa, hovlida ayol sigirni so'rayotgan payt edi. Oldida kichkina bolasi yaxshi sigirni so'rayotgan payt edi. Shayton borib, shunchaki sigirni dumidan tortibdi. Sigir bu narsadan qo'rqqanidan tuyog'i bilan ayolning oldidagi bolasini tepib yuboribdi. Va bola o'sha zahoti o'libdi. Chunki juda ham kichkina payt edi. Ayolning jahli chiqib, nima qilishdan bilmasdan oldida turgan ketmon bilan sigirni boshiga bir uribdi. Va sigir o'sha zahoti o'libdi. Va o'sha payt ayolning eri, uyning xonadonning erkagi uyga kelibdi. Va bu hodisani ko'rib ayolni borib do'pposlashni boshladi. Buni eshitgan qo'ni-qo'shnilar uyga chiqsa, ko'rsa ayolni do'pposlayapti. Oldida bolasi o'lik, u yo'g'ida sigiri o'lik. Va mahalladagi odamlar erkakni ushab, uni do'pposlashibdi. Va erkakning uyidagilar kelib, uni to'xtatib, janjal, to'polon, hamma joyda har xil musibat. Shaytondan bolasi kelib so'rabdi: "Dada, siz nima qildingiz?" degan payt shayton: "Men shunchaki sigirni borib dumidan tortdim xolos" deb javob beribdi. Qissadan qissa shuki, siz shunchaki qildim degan gapingiz bir kishining hayotini go'zal qilib olishi mumkin. Bir kishining esa hayotini buzib olishi mumkin. O'zingizning fikringizni kommentariyada qoldiring va profilimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Chunki bundan ham qiziqroq hikoyalar profilimizda. Like bosib qo'ying do'st.